Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 29-iyun kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Dollarning rasmiy kursi 4 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12.900 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.200.929 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 49 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13.699 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.369.900 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 5 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 154 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 154.740 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.07 tiyinga pastlab, 1 qozoq tangasi 24 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 24.700 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat aytib qolamiz.